Assalomu alaykum. Bugungi taqdimotim mavzusi kiberxavfsizlikka oid milliy va xorijiy me'yoriy huquqiy hujjatlar tahlili. Taqdimotni Allaberganov Faridunbek tayyorladi. Kiberxavfsizlik tushunchasi. Kiberxavfsizlik bu axborot tizimlari, kompyuter tarmoqlari va ma'lumotlarni ruxsatsiz kirish, buzish, o'zgartirish va yo'q qilishdan himoya qilish tizimidir. Kiberxavfsizlikning asosiy maqsadi: ma'lumotlar maxfiyligini ta'minlash, axborot yaxlitligini saqlash, tizimlarning uzluksiz ishlashini ta'minlashdir. Nega bu muhim? Bugungi kunda davlat boshqaruvi raqamlashtirilmoqda. Bank va moliyaviy tizimlar onlayn ishlamoqda. Shaxsiy ma'lumotlar internetda saqlanmoqda. Shu sababli kiberhujumlar soni ortmoqda va ularni huquqiy tartibga solish zarurati kuchaymoqda. O'zbekistonda kiberxavfsizlik. O'zbekistonda kiberxavfsizlik bir qator qonun va me'yoriy hujjatlar asosida tartibga solinadi. Ular axborot tizimlari va resurslarini himoya qilishning umumiy prinsiplari, davlat organlarining vakolatlari va majburiyatlarini belgilaydi. Shuningdek, axborotdan erkin foydalanish huquqini kafolatlaydi hamda axborot xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'zda tutadi. Milliy qonunlarning vazifalari. Milliy qonunlarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: davlat axborot resurslarini himoya qilish, tashkilotlar uchun xavfsizlik talablarini belgilash, kiberjinoyatlar uchun javobgarlikni nazarda tutish, maxsus vakolatli organlar faoliyatini tartibga solish. Xalqaro hujjatlar. Xalqaro darajada kiberxavfsizlik quyidagi hujjatlar va standartlar bilan tartibga solinadi. Budapest Convention on Cybercrime. ISO 27001. NIST Cybersecurity Framework. Ushbu hujjatlar davlatlar o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash va global kiberjinoyatlarga qarshi kurashish imkonini beradi. Yevropa tajribasi. Yevropa davlatlarida kiberxavfsizlik quyidagi hujjatlar asosida tartibga solinadi. NIS2 direktivi. General Data Protection Regulation. Mazkur hujjatlar tashkilotlarga qat'iy xavfsizlik talablarini yuklaydi, ma'lumotlarni himoya qilishni majburiy qiladi hamda qonun buzilgan taqdirda javobgarlik choralarini belgilaydi. Milliy va xorijiy hujjatlar taqqoslanishi. Milliy hujjatlar asosan ichki xavfsizlikka qaratilgan bo'lib, davlat siyosatiga moslashgan va mahalliy javobgarlik choralarini belgilaydi. Xalqaro hujjatlar esa global standartlarni belgilaydi, davlatlararo hamkorlikni mustahkamlaydi va umumiy xavfsizlik mezonlarini ishlab chiqadi. Kiberjinoyatlar. Kiberjinoyatlarga quyidagilar kiradi: kompyuter tizimlariga noqonuniy kirish, ma'lumotlarni o'g'irlash, virus va zararli dasturlar tarqatish, onlayn firibgarlik. Muammolar va takliflar. Asosiy muammolar. Texnologiyalar tez rivojlanmoqda. Xalqaro hamkorlik yetarli emas. Malakali mutaxassislar yetishmovchiligi mavjud. Takliflar. Xalqaro standartlarni keng joriy etish. Mutaxassislarni tayyorlash. Doimiy monitoring tizimini kuchaytirish. Xulosa qilib aytganda, kiberxavfsizlik zamonaviy jamiyatning ajralmas qismi hisoblanadi. Milliy va xalqaro me'yoriy huquqiy hujjatlar bir-birini to'ldiradi. Davlat va jamiyatning axborot xavfsizligi aynan shu hujjatlar asosida ta'minlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.